ovozi ura, sovuq mana, ha? Usta kelyapti, hozir o'qitamiz. Ba! Qalasiz? Ko'z tegmasin. To'xta o'ylamag'in, ha? Ha, nima qilib yuribsiz sovuqda? Shu havola band qo'yibman. Vo, O'zingchi? ha men chevaraga ketay turardim. Chevarga? Ha. Haligi hayvonlarning terisi bo'ladi-yu, sura o'shandan titraman deb turadi. Sovuqda, ha? Ha, sovuqda. Hayvonlar terisi? Ha. Ular yetganchilar oyoq terisi bor menda, 4 ta quyondiki ham oppoq. Bu kakras. Kecha kuni ova bordim. Ha. Bunda qimmatga tushdimi oyoq terisi? Nimaga? 30 to'q oldim o'ga. Ha. 30 to'q hammasi ketdi oyoqqa. O oyoq 30 ta o'q ketgan bo'lsa, ilma teshib ketgandir u. Oyoqmi? Ha. Hech qanday ilma teshib. Butun tur tam yo'q, sog'-sog'lom. Ha. Birar to'q tegi kulib o'lib qoldi oyoq. Yo'q. Unda o'q hammasi ketgan bo'lsa tugagandi. Quyon qana o'ldi bo'lmasa. Quyondimi? 4 ta quyon so'z o'g'a ketib turgan ekan. Ha. Nimaga? Ya hali oyoq kulib yiqilishiga tagiga kelib qoldi, ustiga tushib quyonlardi. Yurun. Endi nima qilamiz? Shu beri tikraverasan. Kakras kerak. Ama oyoq nimasini kiysang kulib olib qolasan da. Na qilay. Bo'p, Kayfiyat bag'ishlaymiz.